Assalomu alaykum hurmatli Edizon o'quvchilari hamda nemis tili o'rganuvchi o'quvchilar. Xo'sh, bugungi kunda bizda podkastimizda eksklyuziv mehmonimiz, ya'ni Bildung und Beruf kompaniyasi asoschisi hamda TELK imtihonlarini O'zbekiston hududidagi taqdim etgan xalqaro tadbirkor Muzaffar Nuriddinxo'jayev hamda men Mashhura Mirzayeva, Edizon o'quv markazining asosiy o'qituvchisi hamda media rahbari. Xo'sh, biz mehmonimiz Muzaffar aka bilan qisqacha tanishib olsak. Assalomu alaykum Muzaffar aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Siz? Hammaga rahmat taklifingiz uchun Mashkura va xursandman ikkinchi marotaba sizlar bilan suhbat qurayotganimizga. Suhbatimizda ma'lum bir informatsiyalar bilan bo'lishga ham tayyormiz. Ha, albatta, bugungi bizni podkastimizda asosiy mavzu bizda TELK imtihonlari haqida bo'lib o'tadi. Xo'sh, biz shu vaqtgacha, ya'ni o'quvchilardan yig'ilgan savollarimiz bor, ya'ni so'rovnoma o'tkazganmiz, har xil savollar kelib tushgan. Mana shu savollarni biz birin-ketin berishni boshlaymiz. Xo'p, tayyormisiz? Tayyor. Okey. Xo'p, birinchi savolim shundan iboratki, ya'ni TELK imtihoni nima va o'zda yoki GYOTA kabi boshqa imtihonlardan nimasi bilan farq qiladi aynan? Bu juda ham yaxshi savol bo'ldi. Rahmat Qo'takon. Bu savolga ko'plab duch kelamiz va ko'plab qatnashuvchilar bu savolni berishadi. Nima farqi bor? Aslida olganda ham GYOTA, ham OST va TELK, ECL, TESTAF imtihonlari bir-biridan unaqa ko'p farqli emas. Chunki ularning asosiy maqsadi, ya'ni test imtihonlarini olishdan asosiy maqsad talabalarning o'sha paytdagi, ya'ni imtihon kunidagi bilimini tasdiqlovchi bir qo'llanma hisoblanadi. Mana misol uchun GYOTA va OST imtihonlarini inobatga oladigan bo'lsak, o'zimda ham GYOTA sertifikati C2 darajasida, bu degani TELK imtihonlarini taqdim etgan bo'lsak ham, o'zim ham GYOTA imtihonlaridan, ya'ni o'tganmiz va u imtihonlarni ham tekshirib chiqqanmiz. Umuman olganda farqi yo'q. Agar misol uchun Germaniya bozorida ish faoliyatini yuritaman deydigan talabalar bo'lsa yoki qiziquvchilar bo'lsa, ham OST, ham GYOTA, ham TELK imtihonlaridan o'tilgan yoki u yerda qabul qilingan sertifikatlar, ECL qabul qilinadi. Asosiy farqlardan bittasi shuki, GYOTA yoki OST sertifikatlarini qisman topshirsa bo'ladi. Ya'ni ularni ma'lum bir tayinlari deydi, ya'ni qismlarini, bo'limlarini qismlarga bo'lingan bo'ladi va o'sha bo'limlarni alohida topshirsa bo'ladi. Misol uchun eshitish qobiliyati yoki o'qish yoki yozish yoki gapirish alohida topshirish imkoniyati bor. TELK imtihonlarida misol uchun 3 qism bir qism hisoblanadi. Ya'ni bu yozish, eshitish va o'qish bu bir qism hisoblanadi va gapirish bu ikkinchi qism hisoblanadi. Mana shu bizdagi eshitish, yozish hamda o'qib tushunish, mana shuni hammasi yozma qismga kirib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, bizda ikkinchi savolimiz TELK imtihonlari qaysi til darajalari uchun mavjud? Aynan A1, A2, B1, B2, C1 ham mavjudmi? Ayni vaqtda bilasizki, bizda hozirgi vaqtda juda ham savollar ko'payapti. Nimaga? C1 ga bormi? TELK ga topshirsak bo'ladimi C1 ga? Bilasizki, C1da men o'zim kuzatganman. O'zda sertifikatimiz ham mavjud O'zbekistonda, to'g'rimi? GYOTA sertifikat bor, o'zda bor. GYOTA sertifikatda ham bor C1 bo'lib o'tadi imtihonlari, lekin o'zdada men ko'rganlarimda balkim bordir, balkim bo'lgandir. Lekin shu vaqtgacha men hali ko'rmadim C1 imtihon bo'lib o'tganini. Ya'ni bunga sabab nimada? Nima uchun C1 ga registratsiya ochilmayapti? Talabgorlar soni kamligidami bunda hozir? Endi bu yaxshi savol. To'g'risini aytsam, bu savolingizga javob berish uchun umum bozor shaklini inobatga olish kerak va bozorda bo'layotgan talablarni talabga qarab inobatga olish kerak. Chunki baribir ham o'sha OSTda yoki GYOTAda o'tiladigan imtihonlar ham ma'lum bir iqtisodiy manfaatga yoki
talabga munosib qo'yib beriladi. beriladi, to'ppa-to'g'ri. Bizda ham misol uchun TELK imtihonlari O'zbekiston hududida A2 dan boshlab C1 darajasigacha imtihonlar qabul qilinadi. A1 ni qabul qilmaymiz, chunki buning uchun yetarlicha talab yo'q yoki talab bo'lsa ham yetarlicha imtihondan o'tkaziladigan markazlar bor. O'sha OST, o'sha KETA va hokazo. Bizning imtihonlarimiz bir nechta kategoriyaga, ya'ni bir nechta bo'limlarga bo'linadi yoki darajalarga bo'linadi. Bularning ichida A2, A2 B1 bu degani Skalierter Prüfung, ya'ni agar bilimi yetsa B1 yoki A2 sertifikatiga qolmaydi o'quvchi, to'g'rimi? Sertifikatsiz qolishi bu degani sertifikatsiz qolmasligi bu faqat bilim darajasi A2 dan sust bo'lgani uchun. Bo'lmasam ikkala yo'nalish bo'yicha ham sertifikat olish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni B1 ga A2 B1 topshirsa, B1 ni ola olmasa, ya'ni A2 ga yetsa A2 oladi, to'ppa-to'g'ri. Undan tashqari B1, B2 va C1 ni bizda C1 umumiy emas, balkim C1 akademik, ya'ni Hochschule imtihonlari bor. Mana may oyida birinchi C1 Hochschule imtihonlarimiz ochilgan va qo'yilgan, o'shanga yoziluv jarayoni davom etyapti. Xo'p, qarang. C1 registratsiya ochiladi may oyida, to'g'rimi? Ochilib bo'lingan. Ochilgan. Xo'p. Qarang, mana shu C1 imtihoniga registratsiyani sonini, ya'ni o'quvchilar soni, talabgorlar soni qancha bo'lgandan keyin yana ko'paytirish mumkin? O'rtacha hisobda. Aslida C1 imtihoni ham xuddi o'sha boshqa imtihonlarimizga taqqoslagan holimizda 20 kishi bir paytni o'zida imtihondan o'tish imkoniyatiga ega. Ya'ni bizning miqdorimiz bir xonamizda o'tiladigan imtihonlarga topshiradigan talabalarning miqdori 20 kishidan iborat. Ya'ni 20 kishi uchun kompyuterlar qo'yilgan, 20 kishilar uchun sharoitlar yaratilgan. C1 ga ham xuddi shunaqa. Lekin agar 20 kishiga yetmay qolsa, misol uchun talab sustligi tufayli yoki talabalar misol uchun C1 Hochschule topshirmoqchi bo'lmaganligi sababli bizda chegaralash imkoniyati yo'q. Ya'ni biz bitta odamga ham o'sha C1 imtihonini qabul qilamiz yoki 20 ta odamga ham farqi yo'q. Tushunarli, rahmat javobingiz uchun. Xo'sh, keyingi savol bizada TELK sertifikati talablari va ishchilarga qanday foyda keltiradi? Ya'ni TELK imtihonini ertaga topshirib sertifikat olgandan keyin o'quvchida qanday shanslar paydo bo'ladi? Endi buni ta'kidlab o'tish kerakki, TELK bitta yirik imtihon qabul qiluvchi organizatsiyalardan bittasi hisoblanadi. Bu Germaniya hududida aslida Goethe instituti yoki OST misol uchun Germaniya hududida qabul qilinmaydi. Bitta dona shahar bor, bu ham Freiburg. Unda ham qisman qabul qilinadigan bir tizimi bor. Bo'lmasam OST imtihonlari Germaniya hududida qabul qilinmaydi. Asosan yo TELK, yo TESTAF yoki o'sha ECL qabul qilinadi. Buni ta'kidlab o'tish kerakki, Germaniya hududida boshqa imtihon beruvchi muassasalar ham bor, ya'ni korxonalar. Bu Gast korxonasi, ya'ni Gast TESTAF qabul qiladi va o'zini imtihon tizimi bor, ya'ni qochqinchilar va migrantlar uchun qabul qilinadigan tizimlar bor. Ularning hammasini kuchi, ya'ni darajasi Germaniya hududida qabul qilinadi va tasdiqlangan hisoblanadi. TELK imtihonidan o'tib, ular sertifikatni qo'lga kiritgan bo'lishsa, misol uchun o'qishga, ishga yoki o'sha Ausbildungga, dual ta'lim tizimi yo'nalishi bo'yicha yoki vaholanki o'zligisining bo'lgan bilim darajasini tasdiqlovchi hujjatdek qabul qilishsa bo'ladi. Tushunarli. Ba'zi bir o'quvchilardan eshitdim shunaqa gaplarni, ya'ni ular o'ylashadiki, yaqinda kirib kelganligi sababli ularda shunaqa tushuncha borki, ya'ni TELK imtihoni olsam hozir, borsam Germaniyaga mana bu sertifikatning darajasi past deb o'ylashadi-da. Ya'ni ular bilishmaydi, bu ham TELK ham boshqa Goethe o'z sertifikatlari qatorida xalqaro sertifikat. Ya'ni ular qanaqadir mana shu Goethe O'zbekistonning ichida faqat Goetheni bilishganligi uchun qanaqadir darajalab qo'yishgan, sertifikatlarni o'zini darajaga qo'yib qo'yishganda. Bu ularni ichki o'zligisini qo'ygan darajali sertifikatlar darajasiga nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak. Bu asli
mana bunaqa desa bo'ladi. 1,5 inson misol uchun ma'lum bir avtomobil markasini afzalliroq ko'rsa, boshqa avtomobil markasini o'zini yoqtirgan markasidan pastroq, sustroq ko'rish nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak. Lekin aslida TELK sertifikatlari Goethe sertifikatlaridan kam emas, bo'lsa balkim afzalroq ham. Afzalroq, to'g'ri. Shuni aytib o'tishimiz kerak tomoshabinlarga, ya'ni bizda TELK imtihonini darajalab qo'yayotgan o'quvchilar uchun aynan bu narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni Goethe sertifikati, ya'ni o'zi sertifikatidan ustun bo'lsa, ustun afzallik taraflari bor. Ya'ni darajalash kerak emasda. To'ppa-to'g'ri. Bir xil daraja. Mana misol uchun GAST sertifikatlari bu testaf qabul qiluvchi organizatsiya korxonalar hisoblanganidan A1dan B1gacha bo'ladigan o'sha qochoqlar va immigrantlarga mo'ljallangan test hisoblanadi. U ham xuddi o'shanaqa A2, B1 imtihonlardan o'tish imkoniyati bor. Germaniya hududida aytyapmiz. Buni lekin B2 darajasidagi sertifikatlarni TELK tasdiqlaydi. Ya'ni vaholanki Germaniya hududini o'zida ham, ya'ni ma'lum bir sertifikatni bittasidan ustun, ikkinchisidan zaif qilib qo'yilmaydi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, farqi yo'q aslida. Elchixona ga topshirilayotgan dokumentlarning ichida xohlasangiz TELK, xohlasangiz CCR, xohlasangiz Goethe farqi yo'q. Aynan bu TELK xalqaro sertifikat turi bo'lganidan keyin albatta. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, keyingi savolimiz bizada TELK imtihoni qanday tuzilgan? Ya'ni strukturasi qanaqa? Goethega o'xshab ketadimi yoki strukturasi o'ziga o'xshaydimi yoki umuman boshqachami? Strukturasi haqida gapirib endi strukturalar sifatiga yoki imtihonni ichki strukturasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, aslida struktura bir xil. Ya'ni o'sha o'qish tushunish, eshitish tushunish, yozish yoki og'zaki qismlari hammasi bir xil. Lekin har bittasini o'zini alohida imtihonlar jamg'armasi bor. Ya'ni o'sha jamg'armada berilgan imtihonlarni tashkil qilingan, ya'ni GR asosida yig'ilgan ma'lum bir imtihonlar bo'limlari bor. Goetheni o'zini alohida ishlab chiqaradigan research, ya'ni tasdiqlangan imtihonlar jamg'armasi bor va TELKda o'zini asosiy jamg'armasi bor. OST yangi imtihon yoki hali yosh korxona bo'lgani uchun ularning jamg'armasi TELK yoki Goethedan sal zaifroq yoki pastroq va uni ustiga, ya'ni jamg'armasi pastroq deyapman, ya'ni ma'lum bir testlar bir xil tushib qolishi mumkin. Lekin ular hech qaysi tarafdan sust deb o'ylamayman, chunki ularning ham o'zining afzalliklari bor va eng qizig'i shundaki, OST va Goethe imtihonlari Germaniya hududida, endi buni bu yerda bilishadimi yo'qmi, birga hamkorlikda ishlab chiqarilgan imtihonlar yoki hamkorlikda ishlaydigan korxonalar hisoblanishadi. Tushunarli. Xo'p, rahmat javobingiz uchun. Bizda keyingi savolimiz TELK sertifikati O'zbekistonda tan olinadimi? Hozirgi vaqtda bilasizki, bizda aksariyat hozirgi magistraturaga topshirish uchun O'zbekistonda qolib tahsil oladigan o'quvchilarimiz magistraturani davom ettiraman desa, unga aynan bir sertifikat turi qo'yilgan, ya'ni yo'nalishiga qarab. Agarda til sohasida ketadigan inson bo'lsa, filologiya bo'lsa, filolog bo'lsa, unga C1, C2 qo'yilgan. Agar boshqa yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, B1, B2 yo'nalishiga qarab qo'yilgan. Xo'sh, agar u o'quvchi TELK sertifikatini topshirib, u sertifikatni qabul qilib olsa-da va bizda o'zimizda O'zbekistonga magistraturaga topshira oladimi? Sertifikat o'tadimi O'zbekistonga? Bu juda ham yaxshi savol. O'zbekiston hududida agar bilsanglar, o'zligingizni, ya'ni bizning respublikamizning hududida o'zimizni ichki tizimga moslashgan imtihonlashtirish jarayonimiz bor. Bu CEFR imtihonlari, bu oliy ta'lim tomonidan nazorat qilinadigan imtihonlar tizimi va aslida bu imtihonlar ham yetarli. Bu imtihonlarni olish yoki bu imtihonlardan o'tish imkoniyatlari TELK imtihonlaridan juda ham afzal, ya'ni imkoniyatlari ko'proq, afzalroq emas, lekin ko'proq.
eng qizig'i shundaki, TELK imtihonlari xalqaro imtihon dasturi, ya'ni tizimi bo'lganligi xalqaro qabul qilish imkoniyatlari juda ko'p. TELK imtihonlari hozirgi paytda, lekin O'zbekiston hududida ham, ya'ni o'sha oliy ta'lim yo'nalishi bo'yicha qabul qilish tizimiga kiritilish jarayonida, ya'ni jarayonida. Hozirgi paytda agar TELK imtihonlaridan o'tsangiz, aksariyat baribir TELK imtihonidan misol uchun faqatgina o'sha Germaniya hududida faoliyat yuritaman, ya'ni ish qilaman yoki o'sha yerda o'qiyman degan insonlar uchun mo'ljallangan. Lekin bora-bora agar bunga talab oshadigan bo'lsa, tabiiyki bu keyingi etap hisoblanadi, ya'ni keyingi bosqich hisoblanadi. O'sha keyingi bosqichda tasdiqlangan imtihon deb qabul qilish imkoniyati ham bor. Xo'p, rahmat kattakon. Keyingi savolimizda bizada aynan TELKni o'zidagi narxi qanaqa, ya'ni narxlari haqida gapirsangiz, aynan A2, B1 sertifikat turimiz bor, to'g'rimi TELKda, yokida B1 alohida, B2 alohida. Ya'ni A2, B1 ga topshirganda narx boshqa, B1 ni o'ziga topshirganda narx boshqa, B2 ga topshirganda boshqa bo'ladimi yokida hammasida narx standart belgilanganmi? Endi narxlarimizni chunki biz TELK imtihonlarini to'g'ridan-to'g'ri bu yerda Germaniya litsenziyasi asosida qabul qilamiz. Bu degani Olmon korxonasi bu yerga kelib ma'lum bir o'z belgisini ishtirokchilarini yuborishadi va o'sha ishtirokchilari nazorati ostida o'tadi. Buni ta'kidlab o'tish kerakki, Germaniya hududida bu imtihonlar, ya'ni o'sha B1 yoki A2 B1 yoki o'sha B2 yoki o'sha C1 imtihonlari umuman boshqacha narxlangan. Aslida mana bilamiz, oldin ham yopiq tizimda TELK imtihonlari o'tilgan. Ularning narxlari 200 yevrodan ziyod, ya'ni yopiq programmalar asosida bo'lgan. Bizni O'zbekiston bozoriga taqdim etilgan narxlarimiz o'rtacha boshqa imtihonlarni narxlaridan kelib chiqqan holda taqdim qilingan. Lekin bir imtihonni olish jarayoni, chunki bizda misol uchun O'zbekistonda yurgan o'qituvchilar yo'q, qabul qiladigan yoki o'sha testchilar yo'q. Ular hammasi Germaniya hududida yoki Germaniyada o'tirib, ular nazorat ostida o'tadigan o'qituvchilar bo'lgani uchun imtihon narxlari ham o'shanga moslashtirilgan holda taqdim etilgan. Misol uchun A2 B1 yoki B1 imtihonlari bir xil narxda. Ya'ni 130 yevro turadi. 130 yevro Markaziy bankning ayirboshlash narxida, ya'ni o'sha kunning ayirboshlash narxi bo'yicha belgilangan va B2 imtihonlari misol uchun 140 yevro. Bu misol uchun Goethe imtihonlari yoki OST imtihonlariga taqqoslaydigan bo'lsak, taxminan o'sha narx. Vaholanki bitta farqi Goethe imtihonlarida ham, OST imtihonlarida ham qisman topshirsangiz bo'ladi, lekin mana hozir yaqindagina o'sha internetda ham qarab yozib oldim, podkastimizga tayyorgarlik ko'rayotganimizda B1 imtihoni 2.100.000 turar ekan. Bizda esa bu adashmasam 1.765.000 o'sha paytdagi taqqoslov jarayoniga qo'yadigan bo'lsak. Bitta farqi, Goethe yoki OST imtihonlarida qisman topshirsangiz bo'ladi. Bizda lekin agar yozma yoki og'zaki qismlariga topshiradigan bo'lsangiz, farqi yo'q, o'sha narxda belgilangan. Ya'ni yozma imtihoniga topshirib o'taman deydigan bo'lsangiz ham o'sha narx, og'zaki imtihoniga topshiraman deydigan bo'lsangiz ham o'sha narx. Aynan sabab bunda nimaga? Ya'ni aynan o'quvchi B2 ga topshirdi, yozma qismdan o'tdi, og'zakidan yiqildi. Yana qaytib topshirmoqchi, lekin yana xuddi o'sha summani to'laydi. Chunki biz imtihonni belgilayotgan paytimizda Germaniya hududida bo'ladigan buning uchun qilinadigan ish mas'ul shaxslar va ularga to'lovlar bir xil. Ya'ni yozma og'zaki ikkalovi qo'shilgan paytdami yoki faqat og'zaki bir xil to'lovlar qilinadi. O'sha asosida biz ham O'zbekiston hududida narxlar belgilayotganimizda ham bu jarayonni inobatga oldik va xuddi shunaqa narxlar belgilandi. Xo'p, rahmat kattakon. Bizda keyingi savolimiz TELK sertifikatini narxi arzonligida boshqa sertifikat turlariga qaraganda va nisbatan boshqa sertifikat turlariga qaraganda osonroqligi bilan farq qiladi. Ya'ni buni afzallik taraflari deb qabul qilsak bo'ladi. Buni osonroq deb aytmasdim-ku, lekin sal boshqacharoq. Nisbatan
nisbatan bo'lishi mumkin. Endi foizda oladigan bo'lsak. har bir inson endi har xil To'g'ri, kimdir uchun qabul tavuk qiladi. oson, kimdir uchun Go'ti go'ti oson. To'g'ri. Mana misol uchun men uchun go'ti oson. Telga qaraganda shuning uchun ham C2 darajasida go'ti topshirganman. Telk darajasida C2 emas. Hammani fikriga qarab. Xo'p, yana qanaqa telkni afzalliklari bor? Boshqa sertifikat turlariga qaraganda. Afzalliklari, endi buni afzallik desa bo'ladi yoki zaiflik desa bo'ladi, kim qanaqa qarashidan qat'iy nazar. O'zbekiston hududida digital holda biz telkni hech qachon, misol uchun qog'oz shaklida taqdim etmaganmiz, faqat digital holda telk imtihonlarini O'zbekiston hududida qabul qilamiz. Bu degani biz qog'oz ishlatmaymiz. Bu atrof muhitga afzallikligi, ya'ni daraxtlarni Germaniya uchun va shu tushuncha asosida va shu urg'u asosida biz bu yerda shunaqa digital tizimlarni taqdim etganmiz. Va ikkinchi afzalligi, qancha ko'p inson digital tizimda imtihonlarni qabul qilishga o'rgansa, Germaniya hududida bunaqa tizimlar, ya'ni bunaqa imtihonlar va kundalik hayotda ishlatiladigan kompyuterlar oddiy hol. O'zbekiston hududida misol uchun biz telefon bilan shug'ullanamiz. Kompyuter hozirgi kunda aktual emas. Moslashish ozroq qiyinroq bo'ladi o'quvchilarga. Ya'ni ular asosan aytganingizdek, ya'ni telefonga biz ko'proq fokusimizni qaratganmiz. Kompyuter bilan ko'pchilik shug'ullanmaydi. Ko'pchilik to'g'risi tan olish kerak, ya'ni o'quvchilarni aksariyati kompyuterda ishlashni ham bilishmaydi. Shu taraflama bizda ozgina muammo bor, ya'ni o'quvchilarda imtihonga tayyorgarlik jarayonida digital bo'lganligi uchun. Lekin bitta narsani ham aytib o'tishimiz kerakki, ya'ni biz bu narsaga moslashishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Endi biz telk imtihonlarini O'zbekiston hududiga o'sha digital tarzda taqdim etayotgan paytimizda ko'pchilik noroziliklarni bildirishdi. Bu o'xshamaydi, bu digital va hokazo, qog'oz varianti yaxshiroq, buni olib kelish kerak, buni olib kelish kerak deyishdi. Lekin endi bizni har bitta korxonani o'zini vizioni bor, har bitta korxonani o'zini ma'lum qilgan maqsadi bor. Agar biz davomiy ravishda qog'oz variantini olib kelganimizda, bizni ichki tizimimizda qog'ozbozlik jarayonini kamaytirish shakllantirilgan. Ya'ni ichki tizimimizda qancha kam qog'oz ishlatilsa, shuncha qulay va shuncha yaxshi. Ikkinchi tarafi digital tizim bo'lgani uchun bu ma'lum bir serverda saqlanadi va ma'lum bir xavfsizlik yo'nalishlari ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni o'sha ma'lum bir riskini, ya'ni bo'ynimizga olgan holda shunga ahd qildikki, biz digital tarzda taqdim etamiz. Biz o'sha svet o'chib qolishi yoki internet tizimi buzilib qolishi muammolarini inobatga oldikda, biz uchun, misol uchun aytdik, agar 80% testlarimizni to'liq o'tkazadigan bo'lsak, bu mana shu qiyinchiliklarni inobatga olgan holda biz xursandmiz. Chunki bora-bora O'zbekiston ham mana misol uchun O'zbekistonni butunlay emas, lekin Toshkent hududida ham svetlarning kamdan kam o'chirilishi, Wi-Fi yoki o'sha internetni tezligi yetarli darajada bor. Yaxshilangan va ma'lum bir tizimga qo'yilgan va bora-bora bu ham ma'lum bir afzalliklarni beradiki, insonlar o'sha digital imtihon o'tish tizimiga, jarayoniga bora-bora o'tadi deb o'ylaymiz. Bizda hozir yaxshi o'tmoqda, demak, digital variantda. To'ppa-to'g'ri. Internetda muammo bo'lmayapti. Internetda muammo bo'lmayapti. Bizda bo'lsa o'sha texnik muammolar, ya'ni bog'lanish muammosi hozirgi paytgacha 2 marta sodir bo'ldi. Lekin buni ham yechimi topilgan, chunki bunaqa digital testlarni Germaniya hududida ancha-muncha olganmiz, o'tganmiz va bilamiz nima qilish kerakligini yoki yechim topish jarayoniga ham o'tib ketamiz. Endi ikkinchi tarafini aytib o'tdim. Uchinchi tarafi shundaki, bizda digital testlar Germaniyadan keltirilgan laptoplar, ya'ni kompyuterlar asosida o'tadi va moslashish jarayoni ham o'shanga joylashtirilgan. Ya'ni insonlar kelganda angloязычный yoki ruskoязычный klaviatura ishlatilmaydi, nemischa klaviatura ishlatiladi. Shunda ular to'g'ridan-to'g'ri ko'rishadiki, Germaniya hududida qanaqa klaviatura ishlatilyapti va
ana shu jarayonni o'zida ko'rib boriladi va bu ular uchun asos, ya'ni kompyuterni o'rganish va shu kompyuterni o'rgangan holdagi o'sha moslashish jarayonini ham o'ziga jalb etadi. Keyingi savol, ya'ni aynan mana shu TELC imtihonini natijalarini chiqish kuni muddati qancha muddatda chiqadi? TELC imtihoni topshirgandan keyin o'quvchi qancha muddatning ichida javobini bila oladi? Yaxshi savol. Bu ko'pchilik qatnashuvchilar bu savolni qo'yadi. Endi ta'kidlab o'tish kerakki, mo'ljallangan vaqt bor va muddatdan oldin chiqadigan jarayonlar bor. Ya'ni birinchi TELC imtihonlarimizni 10 kun ichida qatnashuvchilar o'zligini natijalarini qo'lga kiritishdi. Bu har doim ham hol emas. Aslida qonun qoidasida 8 haftagacha, ya'ni 2 oy ichida TELC imtihonlarini ko'rib chiqish jarayoni. Bu 8 haftani nima uchun 8 hafta? Bu 8 hafta shuning uchun belgilanganki, agar yozma, ya'ni qog'oz ravishida o'tiladigan imtihonlar bo'lsa, 8 haftagacha deb yozilgan. Lekin digital holda bo'lgani uchun aslida tekshirish jarayoni osonroq kechadi. Osonroq kechmaydi, tezroq kechadi. Tezroq, osonroq. Tekshirish jarayoni biz hamma orqasida, ya'ni imtihon jarayonida nazorat paytida bo'lib o'tgan voqealarni kiritgan vaqtimizdan boshlab tekshiruv jarayoni boshlanadi. Bu shuni ko'rsatadiki, aslida tekshiruv jarayoni uzoq bo'lsa bir hafta 10 kun ko'rib chiqilishi mumkin va agar hamma narsa to'g'ri, ya'ni shaffof holda aldash holatlari siz o'taydigan bo'lsa, o'sha aldash holatlarini inobatga olmagan holimizda hozirgi paytda adashmasam 14 kunning ichida javoblar qo'lga kiritilyapti, natijalar. Lekin agar aldash jarayonlari qo'lga tushib qolishsa, misol uchun, bir xil insonlar bor, telefon olib kirib qolishligingiz mumkin. Bir xil insonlar bor, endi buni ham ta'kidlab o'tish kerak, bu tabiiy hol. Inson buni atiylab qiladi, nima uchun nochorlikdan bo'lishi mumkin, yoki yaxshi tayyorlanmagan bo'lishi mumkin, shparyalkalar ishlatgan bo'lishi mumkin, yoki shablonlar, ya'ni o'sha ma'lum bir model testlarni yodlab olib va niyat qilib model test tushib qolsin deb qoladi deb kirgan insonlar bo'lsa, buni tekshirish jarayonida uzoqroq muddatga duch kelishi mumkin. Shuning sababli tavsiya berardim, misol uchun imtihon jarayonida hech qanaqa qo'shimcha moddalar bilan o'zingizga afzalliklarni yaratmagan holda biliminglarni shaffof holda tekshirishga harakat qiling, o'z bilimingizga ishoning. Xo'p, bizda shunda natijalar 14 ish kunida olinadi, to'g'rimi? 14 ish kunida. 14 ish kunida. Va Germaniya vaqti bo'yicha. Ya'ni biz hisobga olish kerak. Mana misol uchun agar Germaniya hududida hozirgi paytda, ya'ni Osterferien degani bor, xuddi bizda hayit bayramlari bo'lgandek, Germaniyada ham 4 kunlik bayram, ya'ni yopiq hamma joy. Buni ham inobatga oling. Ya'ni hozir biz O'zbekiston hududida o'tiribmiz va dushanba kuni hamma ishda, lekin Germaniya hududida hamma dam olishda. Shuning uchun 14 ish kunida deyiladi, bayramlar hisobda kirmaydi. 14 ish kuni bu garantiya emas, lekin 14 ish kuni o'rta taxminiy hisobda. Xo'p. Rahmat kattakon, bizda va keyingi savolimizda og'riqli nuqtalardan bittasi desak bo'ladi. Hozirgi kunda aynan mana shu TELC imtihoniga tayyorlanish jarayonida model testlarimizning kamligi. Nimaga kam? Endi bitta narsani ta'kidlab o'taman. Juda ham yaxshi savol va bu savolga aslida yechim bor. Model testlar, agar misol uchun telc.net veb-saytiga kirsangiz, bepul model testlar har bir darajasida yuklab olish imkoniyati bor va o'sha testlar telc.net. O'sha yerda nemis tilini tanlaysiz va nemis tilini tanlaganingizda bir nechta model testlar berilgan bor. Bu ham bepul. Har bir darajangizni tagida yuklab olish imkoniyatlari bor. Undan tashqari TELC'ni model testlarini to'g'ridan-to'g'ri Germaniya hududida joylashgan kitob markazlaridan, ya'ni onlayn kitob markazlaridan digital holda yuklab olishingiz mumkin. Ularning narxi
10 dan 14 yevrogacha farqli. Lekin agar bir inson o'sha model testni yuklab olsa, boshqa insonlar bilan bo'lishib o'sha model testlarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Bu degani, agar 10 kishilik guruhda model test qo'liga sotib olishadigan bo'lsa, har bittasiga bir yevrodan balkim tushishi mumkin. To'g'ri. Shuning uchun Imkon bor, imkon yo'q bor, emas. to'ppa-to'g'ri. Keyingi tavsiyam aslida model test kerak bo'lmaydi agar siz nemis tilini to'g'ri o'rgansangiz. Ya'ni nemis tilini mukammal o'rgansangiz, model testlar o'zi aslida kerak emas. Sabab model testlar shunga mo'ljallanganki, sizni test jarayoniga tayyorlash, test jarayoniga va testda Tayyor bo'lmasangiz tayyorlash jarayoni. Lekin aslida agar siz tilni yaxshi mukammal o'rganib va o'zingizga xos darajaga ega bo'lib, o'zingizga ishonch bilan tayyorlanib kirsangiz, model testlarsiz ham testdan o'tib bemalol chiqish imkoniyati bor. Bitta qo'shimcha aytib o'tmoqchi edim, javoblarni chiqish tizimiga. Biz hozir javoblarni chiqish tizimini shunaqa shakllantirdikki, misol uchun xuddi yozilish tizimiga ham o'xshab, birinchi pilot proyektlarimizda, ya'ni yanvar-fevral oylarida biz offline yozilish jarayonida edik. Hozir esa may oyidan boshlab biz faqat onlayn registratsiya, ya'ni xuddi o'sha Goetega o'xshab onlayn registratsiya jarayoniga o'tganmiz va javoblarni, ya'ni natijalarni chiqarish ham o'sha may oyidan boshlab, ya'ni may oyidagi va holanki aprel oyining oxirgi imtihonlarini ham onlayn ravishda tekshirish tizimiga o'tamiz. Buni sabablari juda ko'p. Chunki hammamiz bilamiz, o'sha OST, o'sha Goethe yoki boshqa imtihonlarda ham qalbakilash imkonlarini insonlar topishadi va afsuski ma'lum bir guruhlar, ma'lum bir shaxslar buni suiiste'mol qilib, endi bizda grafikani qiladigan insonlar ko'p, suiiste'mol qilib, ya'ni o'sha nochor insonlarga imkoniyatlarni to'g'ri bo'lmagan shaklda taqdim etishadi. Buni oldini olish uchun biz hozir hammasini onlayn tizimga va onlayn оповещение, ya'ni onlayn informatsiyani yuborish tizimiga o'tganmiz va bundan buyon faqatgina onlayn va shaffof va sof yozilish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Xo'p, rahmat kattakon. Va bizda TELK haqida oxirgi savol. Xo'sh, ta-da-da-dam deymiz. Xo'p, TELK imtihonini, ya'ni O'zbekiston hududiga olib kirganingizdan keyin shu narsani sezdikki, ya'ni men tashqaridan qaraganimda ancha o'quvchilar soni, nemis tiliga qiziquvchilar soni yanada ham ortdi. To'g'ri, avvalan bor edi, ko'p edi. Ana endi TELK imtihoni kirganidan keyin, yanvar-fevraldan keyin sonlar, ya'ni statistikaga qaraganimizda ham sonlar ko'payapti, ya'ni ortib ketyapti. Germaniyaga ketuvchilarni, qiziquvchilarni, o'qishga, ta'limga qiziqish bildiradiganlarni yoki ishlashga ketuvchilarni. Aynan men o'ylaymanki, mana shu TELK imtihonini O'zbekistonga kirib kelishi ancha o'quvchilarda muammosini hal qilib bera oldi, qaysidir ma'noda. Ya'ni bizda shu vaqtgacha Goethe o'zi sertifikaturlari bor edi, mavjud edi. Lekin Goethe sertifikaturini biz bilamizki, har oyni birinchi sanasida registratsiya bo'lib o'tadi. Vaholanki qaraganimizda registratsiyaga kimdir ulgura olmadi. Bir oy kutish kerak. Yana o'rtada bir oy vaqtini yo'qotadi. Lekin u 2-3 oyda ketish kerak, ya'ni tezlashtirish kerak. Shu orada bizga yechim sifatida, qaysidir ma'noda xalqqa yechim sifatida TELK imtihoni kirib keldi. Va bilamanki, men o'zimning fikrim bo'yicha aytmoqman, ya'ni hozirgi kunda ancha nemis tiliga qiziquvchilarning soni hamda Germaniyaga ketuvchilarning soni TELK imtihoni orqali menimcha ko'paydi. Va shu savolim shundan iboratki, ya'ni TELK imtihonini kelajagidagi maqsadlari qanaqa? Ya'ni yana o'quvchilar
misol uchun mana shu oyda shuncha o'quvchi soni topshiradi deb rejalashtirasiz, to'g'rimi? Kelasi oyda mana shuncha. Ya'ni sig'imini yana ham kattatirmoqchimisiz mana shu narsani? Yana ham kengaytirib, maqsadlaringiz haqida aytib bersangiz. Yaxshi savol bo'ldi. Avvalambor biz 1-1,5 yil orqaga qarashimiz kerak bo'ladi. Bu degani 23-yil noyabr-dekabr oylari. Birinchi bora TEK korxonasi bilan muloqotlar qilayotgan paytimizda biz aslida 2008-yildan beri TEK litsenziya partnyori hisoblanamiz va undan oldin 2001-yildan beri aslida TEK tizimida ishlab kelamiz. Bu hammasi Germaniya hududida. Buning uchun tajriba orttirganmiz va ma'lum bir test oluvchilarni poolini yaratganmiz. 2024-yil mart oyida shu bozorda, ya'ni O'zbekiston bozorida shuni nazorat qildikki, testdan o'tish jarayoni O'zbekiston hududida nemis tilini o'rganayotgan insonlarga nisbatan kam. Va shu sababli ham o'sha OST imtihonlari ham qabul qilindi va bu yerdan litsenziyalashtirildi. Goethe o'zini kapasitetini ham oshirdi, ozroq bo'lsa ham. Va biz shuni baribir ham bildikki, Germaniya hududida 400 mingdan ziyod aholi, ya'ni ishchi kuchi va inson kapitali yetmashligi sababli va bu yerda yangi loyihalar ochilganini nazorat qilgan holda shuni bildikki, agar bu yerda raqobatlashtirish tizimi yo'lga qo'yilmasa va boshqa xalqaro imtihonlar tizimini olib kirilmasa, biz qachondir ham O'zbekiston hududida ma'lum bir qiyinchilikka uchrashib qolamiz. Ya'ni o'qiyotgan insonlar soni qabul qilinadigan testlar soniga nisbatan ko'proq bo'lib va buni bottleneck deydi inglizchasiga, ya'ni bir o'sha butilkani bo'ynidek bo'lib qolamiz. Ya'ni butilkani tagida ko'p insonlar nemis tilini o'rganyapti va bo'ynida aslida imtihon kapasiteti, ya'ni imtihon olish jarayoni tizimlashtirilmagan. Shu sababli biz o'sha muloqotlar olib bordik. Endi muloqotlar ham orqa tizimda, orqa fonda biz unaqa ommabopga chiqib TEKni mana bunaqa qilamiz deb aytmaymiz. Va o'sha tizim ustida ishladik. Shu tizimni O'zbekiston hududiga ham nemis, ya'ni Almaniyada ish yuritish jarayoniga yondashgan holda olib kirdik. Bu degani bu shaffof bo'lish kerak, bu haq bo'lish kerak, bu har bitta aytilgan qiyinchiliklar va hokazolar yozib protokollashtirish kerak va hokazo. Shuning uchun shu sababli ham biz birinchi boshlayotganimizda, misol uchun 200-300 odam bilan boshlamaganmiz. Chunki qiyinchiliklarni ko'rib, o'sha yerdan o'rganib va keyingi bosqichlarga o'tish jarayoniga o'tganmiz. Hozirgi paytda mana hozir aprel oyida tugatadigan testlarimiz, ya'ni biz har oy imtihon qabul qilamiz. Aprel oyini tugatganimizda taxminan 500 nafar nemis tilini o'rgatgan insonlarni, ya'ni o'sha testda qatnashgan insonlarni test jarayonidan o'tkazdik hisoblanadi. 500 ta bir oyda. 500 ta taxminan. Ancha. Bu degani biz 14 kun oyni 14 kunida imtihon qabul qilamiz. Har kuni, ya'ni bizda orasida dam yo'q va har kuni taxminan 500 ta bu bizani hozirgi paytda bo'lgan kapasitetimiz. Lekin bu 500 tani biz har doim ham ochib 500 ta qabul qilamiz degani emas. Sabab biz o'zimizning qonun qoidamiz bor, ichki nazoratimiz bor va bu imtihonlarni nafaqatgina tez imtihondan o'tkazish jarayoni, balkim biz buni shaffof va toza o'tkazishga juda katta urg'u beramiz. Bizning asosiy maqsadimiz test jarayonlaridan, misol uchun, mablag' ishlash emas, balkim test jarayonlarida haqiqatan bilimi bor insonlarni testdan o'tkazib va ular agar sertifikatga ega bo'lishsa, Germaniya bozoriga yo'l olishligisini inobatga olamiz. Va undan tashqari nemis o'qituvchilarimiz, ya'ni nemis testerlarimiz bu imtihonlarni qabul qilayotganiga inobatga olgan holda ularni ham ma'lum bir qonun qoidalari bor va ularni ichki qonun tizimiga asoslangan holda kapasitetimizni o'shanga bo'lib taqsimlaymiz. Shu sababli ham onlayn yozilish tizimiga o'tdik. O'sha yerda qatnashuvchilar yoki qatnashishni istagan insonlar ham onlayn ko'rib
qaysi kunga nechta joy borligini Osonroq ko'rishligingiz mumkin. Xo'p, ya'ni maqsad Telkni ertangi maqsadi yanayam sig'imni kattaytirish, kengaytirish. Sig'imni o'lchamli, toza, shaffof, tizimlashgan holda va har qonun qoidasiga rioya qilgan holda kengaytirish. Ya'ni aslida agar mablag'i bor biznesmen kirib bu tizimni butun respublika bo'ylab olib kirib kengaytira olamiz deyishi mumkin. Lekin butun respublika bo'ylab olib kirilgandan keyin uni boshqarish va uni nazorat qilish, shaffofligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Chunki buni biz bilamiz, Germaniya hududida 4 o'quv markazimiz bor. Ularni tizimini boshqarish o'zi qiyin. Va bu yerda O'zbekiston hududida bizni mentalitet va bizni dunyoqarashimizga moslashtirgan holda uni boshqarish undan ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizni yonboshimiz yerdan chiqqan qo'ziqorinli yangi misol uchun lokatsiyalar ochish emas, balkim tizimlashtirilgan holda yangi lokatsiya ochish. Kelgan bo'lish. Ma'lum bir ishonchni qozongan holda. Xo'p. Rahmat kattakon, bizda hozir siz o'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz, ya'ni Germaniyada 4 ta o'quv markazimiz bor deb. Xo'p, Germaniyaga ketish yo'llarida, ya'ni til kursi qilib ketadigan o'quvchilarimiz bor, to'g'rimi? Ya'ni aynan mana shu til kursi qilib ketadigan o'quvchilarda ketish jarayoni nisbatan osonroq kechadi. Ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni hozirgi kunda til kursi qilib ketayotgan o'quvchilarning soni ko'pmi? Yokida o'rtacha hisobdami? Yokida past ketishyaptimi? Qanaqa? Aynan ishlash uchun ketadigan o'quvchilar ko'pmi? Yokida til kursi qilib ketayotgan o'quvchilar ko'pmi? Bu juda ham yaxshi savol. Bu savolni biz o'zimizga ham berdik. O'tgan yili sentyabr oyidan boshlab o'sha til kursiga borish tizimini o'ylab chiqardik va o'sha til kursini hozirgi paytda Germaniya hududida ommabodga taqdim qilingan holda O'zbekiston hududiga taqdim qildik va hozirgi paytda g'arib 60 kishidan ziyod O'zbekiston fuqarolari bizni til kurslarimizda ta'lim olishadi, ya'ni nemis tilini o'rganishadi va kechagi muloqotimga agar misol uchun ishchilar bilan muloqot qilganimga nazar tashlaydigan bo'lsam, ya'ni xodimlarimiz bergan informatsiya asosida yarmidan ko'pi yo qisman ishlash yoki ma'lum bir kichik bandlik yo'nalishi bo'yicha til o'qiyotgan jarayonida ham ishga tushib ketishibdi. Til kursiga borish nisbatan osonligini bir nechta faktorlari bor. Bu degani til kursiga borayotgan insonlar o'zini o'zi ta'minlash tizimiga tushadi. Bu degani davlat tomonidan ma'lum bir ko'maklashish yoki davlat tomonidan ma'lum bir kutilayotgan shartnomalar asosida emas, balkim o'zi tilni o'rganaman degan ma'noda va o'sha tilni o'rgangandan keyin qo'lidagi bor kasb hunarini Germaniya hududida o'tkazaman degan ma'noda qo'lga olishgan, o'zligisini zimmasiga olishgan. Ya'ni mas'uliyat o'zligisning zimmaligida, o'zligisning yelkaligida va shu sababli ham Germaniya hukumati til kursi yo'nalishiga osonroq viza berish jarayonida deb o'ylayman. Sabab Germaniya hukumatining bo'ynida bo'lmaydi yoki qaramida bo'lmaydi bu insonlar. Kamida o'sha 6 oy, 9 oy to'ppa-to'g'ri. Bu mablag'ga bog'liq. Ya'ni hamma ham buni o'ziga kashf qilib til kursiga boraman deb ayta olmaydi. Lekin borgan inson birinchi kundan boshlab ishga tushib ketish imkoniyatiga ega. Bu degani til kursini vizasini to'g'ridan-to'g'ri ish vizasiga agar ma'lum bir parametrlar, ya'ni ma'lum bir hujjatlar va ma'lum bir kerakli bo'lgan shartlar bajarilgan holda to'g'ridan-to'g'ri ish vizasiga ham o'tib ketish imkoniyati bor. Bu degani to'g'ri-to'g'ri. Bu degani bu yerda ish shartnomasini qo'lga kiritolmayotgan insonlar o'tga borgandan keyin imkoniyati kengroq ochiladi. Til kursi orqali keladi. Xo'p, bizda keyingi savolimiz
MF dasturimiz bor, to'g'rimi? MF loyiha. Mana shu MF loyihasida ketuvchilar soni hozirgi kunda kamaygan. Ya'ni nima uchun mana shu MF bo'yicha ketuvchilarning soni hozirgi kunda pastga qarab tushib ketyapti? Sabab nimada deb o'ylaysiz? Bu juda ham yaxshi savol. Bu savolingizga javob berishdan oldin hozirgi paytda bo'layotgan jarayonda Germaniya hududida politik va ya'ni siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarni inobatga olishimiz kerak. Bu degani hozirgi paytda yangi saylovlar o'tdi va saylovlardan keyin bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar va siyosiy bosimlar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin bo'lgan korxonalar hozirgi paytda o'zligisini orqa fonga o'tkazishdi. Ikkinchi masala hozirgi paytda talablar, ya'ni MFAga oldin agar bir bilan chiqib ketish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, hozirgi bo'layotgan talablar B2 darajasiga ko'tarilgan. Vaholanki ATSUBI, ya'ni Ausbildungs yo'nalishi bo'yicha ham talablar B2 darajasiga ko'tarilgan. Sabab chunki biz O'zbekiston hududida DAF, ya'ni Deutsch als Fremdsprache, Germaniya hududida Deutsch als Zweitsprache o'rganamiz. Bu degani O'zbekiston hududida nemis tilini chet tili sifatida o'rganamiz. Germaniya hududida nemis tilini ikkinchi til sifatida o'rganamiz. Bu juda ham farqli. Bu degani biz borganimizda vaholanki bir pog'ona past bilim bilan o'tib boramiz. Ikkinchi tarafi Germaniya hududida biz 600 soat ichida B1ga olib chiqish tizimida yuramiz. O'zbekiston hududida bir oyda 50 akademik soat, B1 uchun 6 oy, bu degani 300 akademik soat ichida B1ga olib chiqamiz degan va'da bilan bozor tizimida yuriladi. Ko'rganingizdek, faqatgina mashina farqigina shuni ya'ni ishchi bozorida shuni joylashtirdiki, ya'ni o'sha nemis ish beruvchilarning miyasida shakllantirdiki, agar ular kelsa B1 darajasida baribir kelmaydi, ya'ni A2 darajasida keladi degan qo'rquvni hissiyotini uyg'otdi. Va uchinchisi, hozirgi paytgacha endi men o'zim Germaniya hududida 2010-yildan beri istiqomat qilayotgan bo'lsam, 2010-yillari krizisdan keyin bu ish beruvchi bozor edi. Undan keyin 2012-yildan keyin ish oluvchilar bozoriga aylangan edi. Hozirgi paytda, ya'ni mana endi koronani ta'sirlarini endi ko'ryapmiz. Undan keyin, ya'ni 2024-yilning oxiridan boshlab yana bozor, ya'ni ish beruvchilar bozori ish beruvchilar bozoriga aylandi. Shuni inobatga olish kerakki, aksariyat konsalting kompaniyalari va aksariyat ish bilan ta'minlovchi kompaniyalar, ya'ni O'zbekiston hududida tashkil qilingan va ish yuritadigan korxonalar ish beruvchilar bozorida hali o'zini tishini ishlatib ko'rmagan. Ya'ni ularni ancha-unchasi ham hali ish beruvchi bozorida muloqotlarga o'rganmagan. Biz lekin bu ish beruvchilar bozorini bilamiz. Ish beruvchilar bozori oson bozor emas. Uzoq davom etmasligi mumkin. Lekin ish beruvchilar bozorida shartlarni ish oluvchi emas, ish beruvchi qo'yadi. Albatta. Shuni inobatga olish kerak va undan tashqari juda ham ko'p, misol uchun O'zbekiston hududidan chiqib ketib, bu yerda Germaniya hududida yurgan hamyurtlarimiz bor. Ya'ni bizni statistikamizga to'g'ri kelmaydigan, tushmagan insonlar bor. Ular O'zbekiston hududidan chiqib ketgan va Germaniya hududida boshqa yo'nalishlar bo'yicha ishga kirib ketgan. Mana misol uchun domlalarimiz mehmonxonalarda ishlagan yoki ma'lum bir hamshiralarimiz boshqa bir yo'nalishlarga kirib ketgan. Ular ham endi Germaniya bozorida yuribdi. Adaptatsiya periodi, ya'ni o'zini ko'maklashtirish jarayoni o'tdi. Endi o'sha bozorning ichida ham o'zligisi ish qidirishni boshlashdi. Ya'ni ichki bozorni o'zi ham, misol uchun avtomobil yo'nalishlari bo'yicha chiqaziladigan zavodlarni hozirgi zaif chiqazish jarayonini nisbatan inobatga oladigan bo'lsak, bu yerda 7000, 8000, 10000, 12000 inson ishini yo'qotayotgani uchun o'zini ichki bozorida ham boshqa yo'nalishlarga o'tish jarayoni boshlangan. Ya'ni bu ish beruvchilar bozoriga aylangan.
Shuni inobatga olgan holda va tashqaridagi faktorlar, ya'ni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'yayotgan bojlari yoki Yevropa Ittifoqining ichida o'zini ichida bo'layotgan ma'lum bir siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarni inobatga olgan holda talab ham kuchayganini inobatga olgan holda sпрос ham pastga tushgan. Tushunarli. Xo'p, rahmat kattakon javobingiz uchun. Va albatta bizni podkastimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Podkast maqsadi tilk haqida edi, ya'ni asosan biz tilkka qaratdik, ya'ni tilk haqidagi umumiy qo'limizdan kelgancha o'sha savollarni to'plab sizga berishga harakat qildik va sizdan javob oldik. Yetarlicha javob oldik va tashrifingiz uchun, ya'ni bugungi savollarimizga ya'ni hammasini ochiq oydin javob berganingiz uchun keyingi podkastlarimizda ham sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz, mamnun bo'lamiz va kutib qolamiz. Rahmat kattakon, mashkura. Rahmat kattakon hammaga. Sog' bo'linglar. Xayr.